Soch uchun ishlatadigan kosmetikamga chestный отзыв. Birinchi produktimiz Taftdan shunaqa muz. Sochimni yuvib chiqqandan keyin nam holatda tegiga suraman va quritib, keyin ukladka qilsam, объем berib, ko'tarilib turadi. Menda fiksatsiyasi to'g'ri. Sal ko'proq surib yuborsanglar, qanaqadir oqarib qoladi-da, keyin taragan paytda xuddi qazg'odagi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun buni kamroq ishlatishga harakat qilinglar. Menga juda ham yoqadi, to'g'risi, shuning uchun bunga 8 ball beraman. Keyingisi Taftni shunaqa voski. To'g'risi, men bu voskni umuman tushunmadim. Salonlarda soch yuvib chiqqandan keyin ukladka qilib, keyin ustiga shuni qanaqadir qilib surishadi va soch qanaqadir mayin, chiroyli bo'lib turadi. Balki men noto'g'ri tanlaganman. Bu yerda fiksatsiyasi 5, blesk 3. Может, fiksatsiyani pastrog'ini tanlasa, может, realni sochda chiroyli turadi. Xullas, bu menga yoqmadi, shuning uchun bunga 3 baho beraman. Keyingi produktimiz bu Taftni lak для волос. Menda объемi 4. Oldin boshqacha laklar ishlatardim, lekin buni sotib olganimdan keyin faqat shuni oladigan bo'ldim. To'g'risi, anchaga yetadigan lak va объем beradi. Sochinglarni qotirib, suvli qanaqadir g'alati qilib qo'ymaydi. Shuning uchun bunga 10 baho beraman. Keyingi produktimiz bu gel. Men bu gelni sochimni Kendall Jenner prichoskasini qilmoqchi bo'lsam ishlataman. Fiksatsiyasini 5 emas, pastroq, ya'ni 3 yoki 4 olishni maslahat beraman. Bu slishkom kuchli ekan. Sochimga surganimdan keyin bitta tarasam, уже сразу oqarib, qazg'oqdagi bo'lib qoladi. Shuning uchun buni tavsiya bermayman. Именно номер 5ni 3 olib ko'ringlar. Menga tushmagani uchun pastroq baho beraman, 6 baho beraman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, soch uchun ishlatadigan boshqa kosmetikalarimga ham obzor olaman. Kommentariyada yozib qoldiring. Rahmat.